Ushbu ko'rib turgan obyektlaring shunday chiqarilganki, bu yoqqa bo'rtirib va buni hozir texnologiyasi qanaqa bo'lgani haqida sizlarga to'lig'icha ma'lumot bermoqchiman. Bu oddiygina travertin. Aslida ko'radigan bo'lsangiz, bu yer tekis. Rahmatli Hojiboy Tojiboyevning bir gapi bo'lardi. Hani qo'shig'ingda eshitilishi o'zbekcha ekani, lekin aytilishi ruscha ekan deganda, mana buni ko'rinishi bu yoqdan 3D ekani, yoniga kelib qaraydigan bo'lsangiz tekis ekan. Assalomu alaykum. Biz bugun Samarqand shahriga keldik va bu yerda sizlarga usta, professional usta mana travertinda juda ham ko'p yillardan beri xizmat qilib kelayotgan samarqandlik ustalarimizni sizlarga ishlarini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Zo'r. Va bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, tashqi fasad, ichki fasad hozir travertindan 3D fasonlarda mana shunday ishlarni olib borishyapti va bularni qanday qilishgan, kvadrat metrlari qanchadan, xizmatlari qayerda va ular haqida batafsil hozir nimalari o'zining ichida va bonuslari va undan keyin garantiyalar haqida to'lig'icha gaplashib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosishni unutmang. Agar siz ham havas qilgan bo'lsangiz, mana shunaqangi 3D fasonlarda bemalol qildirishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir narsa, xohlasangiz bu narsani burchatkaga va tepadagi tunikofonga ham moslash imkoniyati bor. Bunaqangi ajoyib takliflar bilan va yangi dizaynlar bilan usta Ibrohimjon bilan hozir gaplashamiz va ular bilan suhbat olib boramiz. Tayyormisizlar? Bo'lmasa, ketdik. Buni mana shu holatga keltirish uchun birinchi o'rinda Alloh taolo bergan bir talant bo'lish kerak va undan tashqari ko'p yillik tajriba, o'zini ustida ishlashlar orqali. Mana ko'pchilik suvda loyda sepib orqasidan suvda bunday sepib ko'rishdi-da. Bular hammasi o'zi mo'yishi bo'ladi aslida olganda. Buni polni sepib olavering, aka qo'rqmasdan. Yo'q, alaykum assalom. Ibrohimjon, siz buni kirishkalar sepib olish shart emas, polni. Mana shunday yuborsa ham bo'laveradi, ha? Devorni bemalol yuvib tursa bo'ladi. Izolyatsiya qilingan usta. Izolyatsiyasi qilingan. Hozir professional usta, ko'p yillik tajribaga ega mana shu Ibrohimjonni sizlarga tavsiya etamiz. Demak, brendingizning nomi Master Decor. Shundaymi? Master Decor. Qayerlarda faoliyat olib borasiz? Biz shu O'zbekiston Loboy tochkasi bo'yicha ishlayveramiz. O'zbekiston bo'yicha mana shunday xizmatlarni siz taklif qilishingiz mumkin. Shunday. Juda ham zo'r. Biz hozir tashqi fasadni ko'rsatdik sizlarga. Tashqi fasad ajjenli qilingan, ichki fasad klient xohishidan kelib chiqib boshqacharoq qilingan. Hozir bular haqida to'lig'icha gaplashamiz. Demak, O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Nimalar sizlardan bo'ladi? Bizdan qarang. O'sha uy egasidan kelishamiz. Bir xil narxga, misol uchun $9 $12gacha qilyapmiz hozirgi kunda. $9 $12gacha mana kvadrat metriga qarab turibdi, to'g'rimi? $12gacha qilyapmiz. Qarang, o'shani ichida endi traventin mahsulotlari, skoch, lak, o'sha hamma narsasi o'zimizdan bo'ladi. Devor tayyor bo'ladi. Topshirishi bilan, to'g'rimi? Topshirishi bilan bular ichida bo'ladi. Yeb-ichish materiali. Yeb-ichishi pitaniyasi o'sha uy egasidan bo'ladi. Uy egasidan bo'ladi. Endi uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, ozgina joy bir yotib dam olgani usta kelamiz. Mana shu obyektimiz, mana shu tashqari qaysi dizaynda bo'lgan? Buni 3D rombikcha qilganmiz. Rombikcha ko'rinishida, o'rtalarini karishniy qilib, mana bunaqa kombinatsiya qilib, keyin pastga sokiligacha travertin qilib berganmiz. Sokiligacha travertin. Kafilni o'rniga. Voy, ana. Mana buni ko'radigan bo'lsangiz, mana shu ish siznikimi bu ham ish? Ha. Bularni ham отдельно hozir gapirib o'tamiz. Bularni ham отдельно gapirib o'tamiz. Demak, mana bularni fasoniga qarab 3D yoki обычный kimdirlar misol uchun oddiy manda palasali qildirishadi. Kimdir g'ishchalik qildiradi, kimdir xohishiga qarab qilib beramiz. Shu narxi ham o'shanga qarab o'zgaradi. O'shanga qarab o'zgaradi. Shuning uchun narxlarni $9 dan $12gacha deb aytdingiz, to'g'rimi? Endi haligi kimdirlar $8liklari ham bor, endi $8liklari ham bor, arzonroqlar. Shunday tortiladi. Undan tashqari yana kataloglar bor, tashab. Telegramlardan. Telegram gruppangiz bormi? Instagramimiz bor. Instagramlari bor. Master Decor desangiz chiqadi va u yerda yana boshqa xil ishlarini ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Endi fason tanlay turganingizda bularda chaqiradigan bo'lsangiz, o'zlaringiz borib birinchi dizaynni berasiz. Mana bu yerda uy egasi xohlagan dizaynni qilamiz. Agar o'zlaringizdan kelib chiqib qilib beringlar deydigan bo'lsa ham o'zimiz dizayn qilib, hamma joyini chotki qilib beramiz. Juda ham zo'r. O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatsa, vodiy, voha farqi yo'q, to'g'rimi? Farqi yo'q aka. O'zingiz Samarqanddansiz. O'zimiz Samarqand. Samarqand, Qashqadaryo, Buxoro, Xorazm, Qoraqalpog'iston qizig'i yo'q. Chunki bu markaziy okrug hisoblanadi va shu tariqa O'zbekiston bo'yicha bemalol borishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, bu yerimiz nech pullik ishdan bo'lgan?
Buni 9 dollardan qilib berganmiz o'sha aytganingizdek. 9 dollardan bo'lgan. Ha. 9 dollardan. Tagini misol uchun buni tagi shkaturkan черный holati deydi. Черный urilgan, zatirkasi bo'lmaganda kafilnikili burchaklarga ugalok mana bunaqa tegalarni uning egasini o'zi olib bergan. O'zlari olib berishgan. Demak, mana ko'radigan bo'lsangiz, bu yog'iga endi narx-navolarni mana o'zi kelishilgan holatda, misol uchun tunikofon qiladigan bo'lsangiz, uni rangiga mix qilish mumkin. Bu yog'ini endi menga g'ish emas, mana bunaqa boshqacharoq dizayn deydigan bo'lsangiz, boshqacharoq. Endi bularni o'zlarini necha yillik tajribangiz bor? 8 yildan beri shu ish bilan shug'ullanamiz. 8 yildan beri o'zlari yosh bo'lishlariga qaramasdan mana shu ish bilan shug'ullanadilar va internetlarda juda ham ko'p videolarda chiqarib mana portlatganlar. Va nasib qilibdi mana Xudo xolasa bizning obunachilarimizga ham mana ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu ishga lekin men qoyil qoldim. 3D fasonda rombik fason bo'ldi. Tepalari Versace qilingan. Tepalari, yonlari har doimgidek o'lmaydigan Versace fasonda qilingan. Derazalarning chetiga penoplastdan yopishtirib chiqamiz. Mana bu penoplast, ha? Ha, penoplastiyaga bu ham juda ham mustahkam narsa. Traventin bilan yaxshi kelishadi. Siz traventindan boshqa yana nima ishlar qo'shimcha qila olasiz? Qo'shimcha yo'q, faqat shu traventindan. Faqat traventin. Atachento deyishyapti hozirgi kunda? Ha, yo'q, men demoqchi bo'lganim bu kafel, patologiyalar qilmaymiz. Ha. Fasad bo'yicha lo'ba ish qilamiz. Fasad bo'yicha hamma ish qilinadi. Atachento, marmarino har xil fasonlar chiqib ketdi. Hozirgi kunda mana jimchuk, pemchuk deyishyapti. Unaqa uchastkalarimiz ham bor. Keyingi videolarda ko'rsatib o'tamiz. Inshaalloh. Va albatta rasmlarini qo'yib o'tib ketamiz, ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Endi navbat, hozir yana bir ikkita savollarimiz bor. Uni kelinglar, ichkaridagi boshqacha bo'lgan bir dizaynda ichkarida bir ichkarida boshqacharoq fason bo'lgan, uni ham bir ko'ramiz. Ko'rib o'tamiz. Va ichkariga kirdik va sizlarga mana endi ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu yerda hozir boshqacharoq dizaynda qilingan. Va bunaqa dizayn qanaqa deyiladi? Dizayni tashqaridagi rombikka nisbatan bu boshqacharoq sal. Uni ko'rgan bo'lsangiz, o'rtalarida karishnevidan qilingandi. Bu tomonda yo'q. Bunga yo'q, shunday to'qilgan, ha? Sal boshqacharoq variantini qilib berganmiz. Juda ham zo'r. Demak, bu yerda fasonlari mana shu holatda bo'lgan. Bu yer obyektimiz necha kvadrat metr bo'lgan? Kvadrati tashqari, ichkari polnisi 400 kvadrat joy. 400 kvadrat metr. Polnisida 400 kvadrat. O'shanda necha pullarga yetib bordi? 3600 lar atrofida bo'ldi. Tegalardan tashqari o'zimiz mahsulot bilan xizmat haqimiz. Hammasi bilan birgalikda bo'lib. Endi, hop, to'lov usullari qanday bo'ladi, Ibrohimjon? To'lov usullari o'sha borgan joyimizga misol uchun aytamiz, 40% dan boshda olamiz. Boshida olinadi. Material uchun hamma narsaga ishlatib turamiz, o'zimiz olib kelib. Qolgani shu oxirida. Oxirida. Qolganini keyin bitirib topshirganingizdan keyin oxirida 60%ni. Endi xohlasangiz 70%ni bering, xohlasangiz 50%ni, endi klient talabi. Kamida 40%. Xo'p, qaysi brendlardan foydalanamiz? Mana hozirgi kunda mana traventinlarga keyin garantiya ham berilyapti-ku, to'g'rimi? Shunday. O'sha firmalar tomonidan. Brendlarimiz qaysi brend и qancha yil garantiya? Endi hammasiga bir xil garantiya. O'sha Bekor, Silikot, keyin Lider degan traventinlar ishlatamiz. Sammesni Turkiya hammasi. Sammesni Turkiya. Yaxshisini ishlatamiz. Xo'p, ulardan ishlatiladi va ularda 25 yilga garantiya berishadi, to'g'rimi? Shunday, firmani o'zi ham 25 yil garantiya beradi. Bizlar ham qilgan ishimizga 10 yilgacha garantiya beramiz. 10 yilgacha garantiya berasizlar. Servis xizmatimiz bormi? Servis xizmatlari ham bor, albatta bor ekan. Endi O'zbekiston bo'yicha qancha obyekt bo'lsa, biz borib qilishimiz mumkin. Deylik, Surxondaryo, mana sizgacha uzoqlik qilish mumkin yoki Andijonda bir chekkasi uzoqlik qilishimiz. Ishingiz yoqyapti, zo'r, lekin misol uchun chaqirishadigan bo'lsa, endi kamroq bo'ladigan, bu yerda aytganda mayda bo'ladigan bo'lsa ish qanday bo'ladi? Bizlar qarang, hozir Samarqand atrofi bo'ladigan bo'lsa, Samarqandamiz o'zimiz, aytib o'tganimizdek. Samarqand atrofi bo'ladigan bo'lsa, любой kvadratga bo'laveramiz, kichkinami, kattami farqi yo'q. Endi qo'shni viloyatlarga sal 200 kvadrat shu atrofda. 200 kvadrat va undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, borib, sababi borib kelishda o'zi yo'l kira, boshqa xarajatlar bo'ladi, o'zini qoplamasligi mumkin. Agar kelishadigan bo'lsak, bo'laveramiz ham. 400 kvadrat metrda necha kunda topshirish mumkin? 400 kvadrat metrda 20 kun ishladi. 20 kishi. Necha kishi? 4 kishi ishladi. Keyin yana bittasini aytib o'tmoqchi edim. Bizlarda brigada kattaroq, 4ta 5ta brigada bo'lib ishlaymiz. 4ta 5ta brigada. Bir vaqt o'zida ham 4-5 ta uchastkalarni bitirib berishimiz. Bittalari bu yoqda Qashqadaryoda, bittalari Vodiyda, bittalari Toshkentda, farqi yo'q. Shunday ekan. Shunday. Bir vaqtda o'zida 5-6 kishiga mana xonadoniga borib xizmat ko'rsatishlari mumkin. Shuning uchun aytayaptilar, ishonch bilan bemalol ekrandagi nomerga qo'ng'iroq qilib, mana professionallardan foydalansangiz, mana shu ishlarni o'zlari
uyingizga borib qilib berishadi. Brigadalari bor. Katta brigada. O'zlari bu yerda bo'ladilarmi yo boshqadan farqi yo'q. Barchalari usta. Shunday aka. Barchalari qo'llari gul usta. Ishni ko'rasiz, qabul qilib olasiz, undan keyin nima qilamiz? Keyin pulini berasiz, to'g'rimi? Yoqmasa-chi? Yoqadi-da, Unaqa to'g'ri. bo'lmaydi, hech qachon unaqa bo'lmagan. Yoqqan. Ha. Albatta, yoqadi, inshaalloh hamma ham yaxshi niyatda mana to'ylar qilaman deb qilishadi, uylarda remont. O'zbekda puli ko'p bo'lsa, uyini remont qiladi. Va albatta, xudo xolasa, yaxshi kunlarga mana shunday chiroyli xonadonlar bo'lsin. Do'st ham dushmaningiz ham uyingizga kiradi, ko'radi va shu tariqa albatta havas bilan chiroyli chiqib ketsa, mamnun bo'lishadi. Demak, mana shunaqa xizmatlar bor. Hop, to'lov usullarini qanday dedik? Naqd pul, plastik karta, misol uchun Plastikka nima qilsa ham bo'laveradi, naqd pul bo'lsa ham farqi yo'q. asosan naqd pul plastik kartada xizmat ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Любой to'lov usullaridan foydalanaveramiz. U yog'ini qo'ng'iroq qilib Sardorizdan desangiz bo'ldi. Xudo xolasa, hammasi cheki bo'ladi.